ma'rifat chiroqlari. Bismillahirrohmanirrohim. Bizni tinglayotgan barcha muxlislarimizga, qadrli opa-singillarimizga assalomu alaykum. Omonmisiz aziz tinglovchilar? Robbimizning ko'rsatgan har bir kuniga behisob shukronalar aytgan holda yana bir dastur taqdimoti bilan huzuringizdamiz. E'tiboringizda ma'rifat chiroqlari eshittirishining Qur'oni Karim va hadis sharifda ayollar mavzusida kelgan oyat va hukmlar turkumidan berib borilayotgan navbatdagi soni. Eshittirish taqdimoti bilan huzuringizda jurnalist Umida G'afforova hamda mavzu bo'yicha suhbatdoshimiz islom ilmlari mutaxassisi olima Odinaxon Muhammad Sodiq. Odinaxon, xush kelibsiz. Ma'rifat chiroqlari eshittirishining barcha muxlislari, qadrli tinglovchilarimiz intiqlik bilan kutayotgan yana bir eshittirishimizda sizni ko'rib turganimizdan minnatdormiz. Ushbu suhbatlar vositasida o'z ilmimizni oshirib, payg'ambarlar qissasi va qolaversa insoniyat tarixi bilan bog'liq voqealar bayoni bilan tanishib borar ekanmiz. Har bir qissaning bugungi kundagi ahamiyatini ham sekin-sekin anglab bormoqdamiz. Bugun ham inshaalloh mana shunday suhbatlardan birini tinglovchilarimizga taqdim etish uchun so'z navbatini sizga beramiz. Marhamat. Bismillahirrohmanirrohim. O'zining aziz kitobida ummatlarga qissalarni vorid qilgan Alloh taologa hamd va sanolar bo'lsin. Bu qissalarni mazmunini sharaf bilan ummatlarga yetkazib bergan Rasul akram alayhissalatu vassalamga salot va durudlar bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtarama onaxonlar, qadrli opa-singillar, oxirgi suhbatlarimizda sizlar bilan Sulaymon alayhissalom va Bilqisning voqealarini gaplashib o'tgan edik. Odatga ko'ra qissalarni tugatgandan keyin uning xulosalarini qilardik. Undan olgan foydalarimiz haqida ham gapirar edik. Bu safargi suhbatda ijozatingiz bilan Sulaymon alayhissalomning Bilqis bilan bo'lgan qissalardan olingan xulosalar, ibratlar va foydalarni taqdim etsak. Odinaxon, Sulaymon alayhissalom va malika Bilqis qissasi boshqa payg'ambarlar qissasidagi kabi mushriklarni iymonga da'vat qilinganda qarshiliklar ko'rsatish, payg'ambarga ergashishdan bosh tortish, sarkashlik bilan turli dushmanliklar qilishdan xoli go'zal bir qissa ekanini tingladik. Ya'ni malika Bilqisning garchi u avvalida mushrika bo'lgan bo'lsa ham ba'zi harakatlaridan ibrat olish foydadan xoli emas ekan va bu foydali fazilatlarni muslima ayollar va qizlarga qolaversa barcha tinglovchilarimizga ham tavsiya qilish mumkin ekan. Ushbu qissada bayon etilgan mana shunday foydalar haqida batafsil so'zlab bersangiz. Mana shu foydalarning birinchisida shariatimizda, dinda, inson hayotida maslahatning o'rni naqadar ekanligi bayoni kelar ekan. Xotirlaydigan bo'lsangiz, Sulaymon alayhissalomning huzurlaridan Bilqisga va uning qavmiga maktub kelgan paytida Bilqis o'zicha ish ko'rib yubormasdan, garchi malika bo'lsa-da, hamma ish uning qo'lida bo'lsa-da, o'zining qavmiga maslahat soldi, mashvarat qildi. Bu haqda Qur'oni Karimda qolat ya ayyuhal mala'u aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun deyiladi. Ey ayollar, menga bu ishimda fatvo beringlar. Sizlar shohid bo'lmaguningizcha men bir ishga qat'iy qaror qilmasman dedi. Mana shu yerda mazkur ayolning donoligi zohir bo'ladi. Chunki u bamaslahat, mashvarat bilan ish ko'rmoqda. Bizning shariat mana shunday mashvarat bilan ish ko'rishga amr qiladi. Inson ho o'zi yakka bo'lsin yoki jamiyat bo'lsin yoki hokim bo'lsin
bo'lsin, albatta boshqalar bilan maslahat qilishga, ularning fikrini, ra'yini, so'zini olishga ehtiyoji bor. Chunki hamma inson dunyoning har jabhasida mukammal ilmga ega bo'lmaydi, mukammal tajribaga ega bo'lmaydi. Shuning uchun o'zidan ko'ra tajribasi ko'proq, ilmi ko'proq, fikri teranroq insonlarga maslahat solib, undan foydalanishi bu maqsadga muvofiqdir. Qur'oni Karim o'tgan payg'ambarlar qissasidan xabar berar ekan, maqsad aslida musulmonlarga nasihat, ya'ni ibrat olishlari uchun keltirilgani ta'kidlanadi. Demak, Sulaymon alayhissalom qissasida kelgan ushbu ibrat ham boshqa bir oyatlarning nozil bo'lishidan avval oshkor etilgan. Ayni mavzuning Qur'oni Karimda kelgan bayoni va yoki nozil bo'lgan oyatlarda kelgan hukmlarga ham to'xtalib o'tsangiz. Qur'oni Karimning bir qancha o'rinlarida mo'min musulmonlarni shoshmasdan avvalo Allohning amriga quloq solib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning so'zlariga, sunnatlariga nazar solib, undan keyin qaror olishlarini, ish boshlarini fikrini olish uchun bir qancha o'rinlarda oyatlar kelgan. Mana shu ma'nolardan ba'zilarini keltirib o'tamiz. Hujurat surasining 1-oyatida marhamat qilib aytiladiki: Ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu bayna yadayillahi va rasulih wattaqulloh innalloha samiun alim. Ey iymon keltirganlar, Allohdan va uning rasulidan oldin shoshmanglar va Allohga taqvo qilinglar. Albatta Alloh eshituvchi va biluvchi zotdir. Allohdan va uning rasulidan oldin shoshmanglar deyilmoqda. Ya'ni mo'min musulmonlar hech bir ishda hovliqmasliklari, har bir narsani Allohning amriga va payg'ambarimiz alayhissalatu vassalomning sunnatlariga ergashgan holda qilishlari lozimligi o'qittirilmoqda. Shuningdek, Alloh va payg'ambar alayhissalomga unday bo'lsin, bunday bo'lsin deb o'z boshimchalik bilan takliflar kiritishdan ham qaytarilmoqda. Qatoda roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. U kishi ba'zi odamlar falon masalada undoq oyat tushsa, pismadon masalada bundoq oyat tushsa edi, mana bu to'g'ri bo'lsa edi deyishardi. Bu Allohga yoqmadi va ushbu oyatni tushirdi degan ekanlar. Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhu ushbu oyatni tushuntirib, Qur'on va sunnatga xilof gap aytmang degan ma'noni aytganlar. Bu albatta mo'min bandaning Alloh subhanahu va taologa, payg'ambar alayhissalomga nisbatan odobidir. Shu bilan birga bu shariatning asl qoidasi hamdir. Mo'min musulmon kishi har bir ish yoki tasarrufdan oldin ushbu ishda Allohning hukmi yoki sunnati qandayligini bilib, so'ngra qo'l urishi darkor. O'z boshimchalik bilan ko'ngilga kelgan ishni qilaverish mo'min musulmonlarga to'g'ri kelmaydi. Avvalgi musulmonlar bu ko'rsatmaga to'liq rioya qilganlar va shuning uchun ham doimo ishlari o'ngidan kelgan. Imom Termiziy qilgan rivoyatda kelishicha, payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Hazrati Muozni Yamanga yuborganlarida u kishidan nima bilan hukm qilasan deb so'radilar. Muoz roziyallohu anhu Allohning kitobi bilan deb javob berdi. Payg'ambarimiz agar undan topolmasang-chi deb so'radilar. Shunda Muoz roziyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnatlari bilan dedi. Rasuli akram unda ham topa olmasang-chi deb so'radilar. Shunda Muoz roziyallohu anhu o'z fikrim va aqlim bilan urinaman, bo'sh kelmayman dedi. Payg'ambar alayhissalom xursand bo'lib, u kishining ko'ksiga urib, Rasulullohning vakilini, Rasulullohni rozi qiladigan narsaga boshlagan, Allohga hamd va sanolar bo'lsin dedilar. Iymon itoatdir, ya'ni bir e'tiqodga ishonch va iymon keltirilar ekan, o'rtada biror taraddudning bo'lishi mantiqsizlikdir va iymonning zaifligidan deyishimiz mumkin bu holatni. Butun olamlarning Robbi bo'lgan Allohdan kelgan vahiy hukmlar va ushbu hukmlarni odamlarga yetkazuvchi, u zotning haq elchisi, payg'ambarlar buyrug'i ko'rsatmasiga ergashishgina najot eshigiga yetaklaydi. Qur'oni Karimda bu haqda ham bir necha oyatlar nozil bo'lgan. Shunga ko'ra, asli mo'minlar qanday sifatlarga ega bo'lishi lozim? Allohga va uning rasuliga itoat aslida qanday bo'lishi kerak? Bu masalada qaysi oyatlarga murojaat qilish mumkin? Bu oyat Nur surasining 51-oyatidir. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. Albatta mu'minlarning Allohga va uning rasuliga oralarida hukm chiqarish uchun chorlanganlaridagi gaplari eshitdik va itoat qildik demoqlaridir. Ana o'shalar najot
topguvchilardir. Haqiqiy mo'min Allohning hukmiga chorlanganida darhol amrini eshitdik, itoat qildik deydi. Haqiqiy mo'min payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hukmiga chorlaganida ham darhol amrini eshitdik, itoat qildik deydi. Endi Ahzob surasining 36-oyatiga qaraylik. "Va ma kana lil mu'minin va la mu'minatin iza qadallohu va rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim va man ya'sillaha va rasulahu faqad dalla dalalan mubina." Hech bir mo'min erkak va hech bir mo'mina ayol uchun Alloh va uning rasuli bir ishga hukm qilganida o'z ishlarini o'zlaricha ixtiyor qilmoq yo'q. Kim Allohga va uning rasuliga osiy bo'lsa, bas va tahqiq ochiq adashishla adashibdi. Al-Affi Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhudan quyidagi gaplar rivoyat qilinadi. Hech bir mo'min erkak va hech bir mo'mina ayol uchun oyati Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Zayd ibn Horisa roziyallohu anhu uchun sovchilikka borganlarida nozil bo'lgan. U zot sollallohu alayhi vasallam Zaynab binti Jahsh al-Asadiyya oldilariga kirib sovchilik qilib roziligini so'raganlar. O'shanda Zaynab men unga, ya'ni Zaydga tegmayman dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xo'p de, uning nikohiga ko'naver dedilar. U ey Allohning rasuli, menga o'z nafsimda ham amr qilinadimi dedi. Ikkovlari gaplashib turishganda Alloh taolo hech bir mo'min erkak va hech bir mo'mina ayol uchun oyatini nozil qildi. Shunda Zaynab roziyallohu anha ey Allohning rasuli, menga uni nikohga oluvchi deb rozi bo'ldingizmi dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ha dedilar. Zaynab roziyallohu anha unday bo'lsa Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga osiy bo'lmayman. O'z nafsimni uning nikohiga topshirdim dedi. Oyatning nozil etilishiga sabab bo'lgan rivoyatdan ko'rinib turibdiki, Zaynab binti Jahsh roziyallohu anha bu nikohga o'z irodasiga qarshi Allohning oyatini eshitib, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning rag'batlari tufayligina rozilik berdilar. Chunki Alloh va uning rasuli hukm qilgan ishga hech bir mo'min va mo'mina qarshi chiqishi mumkin emas. Musulmonlar ushbu e'tiqodda mustahkam turgan paytlarda faqat Alloh taoloning va rasulining hukmi ila ish yuritganlarida dunyoning peshqadam ummati bo'lganlar. Inson baxt va saodati hayotda adashmasdan yashashi, dunyo va oxiratda manfaat topishi, maslahatning, mashvaratning o'rni qanchalik muhim ekanligi Qur'oni Karim oyatlarida batafsil tushuntirilgani va mo'min musulmonlar maslahatlashib, kengashib yashashlari uchun barcha tafsilotlar bayon etilgani dinimizning komil din ekaniga yana bir ochiq dalil ekaniga guvoh bo'ldik. Mana oyatlarni o'rganganimizdan keyin endi ba'zi oyatlarga murojaat qilamiz. Unda ochiq oydin shuroning o'rni, shuro muhim ekanligi bayon qilingan. Shuro deganda ana shu mashvarat va maslahat, boshqalarning fikrini, ra'yini olib, o'rtada kelishib, ko'pchilikni rozi qilgan ishni olib ana shunga amal qilishga aytiladi. Bu mashvarat bizni dinimizda o'ta muhim bo'lgandan, hattoki Qur'oni Karimdagi suralarning biri Shuro deb nomlandi. Alloh taolo Oli Imron surasining 159-oyatida marhamat qilib aytadiki: "Fabima rahmatin minallohi linta lahum va law kunta fazzan ghalizal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr fa iza azamta fatawakkal 'alalloh innalloha yuhibbul mutawakkilin." Allohning rahmati ila ularga muloyim bo'lding. Agar qo'pol, qalbi qattiq bo'lganingda atrofingdan tarqalib ketar edilar. Bas ularni afv et. Ular uchun mag'firat so'ra va ular bilan ishda mashvarat qil. Qachonki azmu qaror qilsang, Allohga tavakkul qil. Albatta Alloh tavakkul qiluvchilarni sevadi. Mana shu yerda ular bilan ishda mashvarat qil deyilyapti. Ya'niki mo'min musulmonlar bilan mashvarat qilishga amr qilinmoqda. Endi esa Shuro surasiga murojaat qilamiz. 38-oyatida aytiladiki: "Vallazina istajabu li robbihim va aqamus solata va amruhum shuro baynahum va mimma razaqnahum yunfiqun." Robbilariga ijobat qilgan, namozni to'kis ado etgan, ishlari o'zaro shuro ila bo'lgan va ularga rizq qilib bergan narsalarimizdan nafaqa qilganlar uchundir. Mo'minlarni sifatini sanab, Robbilariga ijobat qilish, namozni to'kis ado etish bilan birgalikda ishlarida o'zaro shuro qilishlari ham zikr qilib aytilmoqda.
Hatto Alloh taoloning eng so'nggi elchisi suyukli payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam ham juda ko'p vazifalarni o'z sahobalari bilan, qavmning ulug'lari bilan maslahatlashib amalga oshirganlari sahih hadislarda rivoyat qilingan. Anas raziyallohu anhudan kelgan rivoyatda ham Imom Termiziy Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahobalariga ko'p maslahat qilganchalik biror kishini ko'rmadim deb yozadilar. Demak, inson farzandi uchun, mo'min musulmon ummat uchun maslahatlashib yashamoq eng muhim ishlardan biri. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ham shuro masalasiga katta e'tibor berganlar. U zotning hadislariga murojaat qiladigan bo'lsak, al-mustasharu mu'tamin deb aytadilar. Maslahat solgan kafolatlidir, omonlikdadir degan ma'noni anglatadi. Chunki aytib o'tganimizdek, bir inson yolg'iz boshiga shoshqaloqlik qilib xato qilib qo'yishi mumkin. Uning ko'ziga to'g'ri ko'ringan narsa aslida xato bo'lishi mumkin, yoki u faqatgina manfaat jihatini ko'rib, atrofdagi zararli jihatlarini ko'ra olmasligi tabiiy va bu insonga xos xususiyatlar. Lekin uzoqni ko'ra biladigan, dono, bilimdon kishilarga murojaat qiladigan bo'lsa, uni ishida atroflicha qarab, ko'p tomonlarni hisobga olib, faqatgina o'ziga emas, ko'pchilikka foydasi tegadigan ishga yo'llab qo'yishadi. Shuningdek, boshqa bir zararlari bo'ladigan bo'lsa, o'shandan ogohlantirishadi. Odinaxon, mazmunli suhbatingiz uchun tashakkur. Navbatdagi eshitishimizda ham muhim mavzular va turli muammolarning yechimi bo'yicha dinimiz bergan ta'limotni tinglovchilarimizga imkon darajasida yetkazib boramiz degan umiddamiz. Ilmingizga barokat tilaymiz va ilmu ma'rifat yo'lidagi xizmatlaringizda Alloh madadkor bo'lsin. Alloh subhanahu va taolodan bu bo'lgan suhbatlarimiz manfaatli bo'lishini, ichidan mana shunaqa daqiq, nozik ma'nolarni chiqarib, o'zimizni hayotimizda tatbiq qilib borishimizni siz va bizga muyassar aylasin. Va sallallohu ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Umar ibn Abdulaziz aytadi: mashvarat va munozara rahmatning ikki eshigi va barakaning ikki kalitidir. Ikkisi bilan birga fikr adashmaydi, qat'iylik yo'qolmaydi. Sufyon rahmatullohi alayh menga maslahat aqlning yarmi ekanligi xabari yetib keldi deganlar. Xalqimiz esa azaldan maslahatli to'y tarqamas deya barcha ishlarini o'zaro kengashib hal qilishgan. Zero bu garchi o'z ixtiyorimiz bilan amalga oshadigan ish bo'lsa ham, aslida Robbimizning buyrug'i, suyukli payg'ambarimizning ko'rsatmasidir. Qadrli tinglovchilar, siz ma'rifat chiroqlari eshittirishida Odinaxon Muhammad Sodiq bilan Sulaymon alayhissalom qissasidan qilingan xulosalar va foydalar, maslahat va mashvarat mavzusida Qur'oni Karimda kelgan oyatlar haqidagi suhbatimizni tingladingiz. Eshittirishni jurnalist Umida G'afforova tayyorladi va olib bordi. Rejissyor Erkin Irismatov, ovoz operatori Gulnoza Odilova. Navbatdagi diydor qadar siz bilan xayrlashamiz. Omon bo'ling azizlar.